Nima uchun hamma orzu maqsadlariga erishyapti? Men erisha olmayapman. Bilasizmi, faylasuf Suqrotning shogirdi yugurib kelib ustoziga aytibdiki, ustoz, men ham xuddi sizdek donishmand, aqlli bo'lmoqchiman debdi. Suqrot shogirdini daryo bo'yiga olib boribdi va uning boshini suvning ichiga tiqibdi. Nafas ololmay talvasaga tushgan shogirdni suvdan chiqaribdi. Ustoz, siz meni o'ldirmoqchi bo'ldingizmi? Debdi shogirdi. Shunda Suqrot shogirdiga qarab jilmayibdi va aytibdi: agar maqsadingga erishishni havoga intilganingdek xohlasang, unga albatta erishasan. Siz nimanidir xohlayapsizmi? Orzu qildingiz, maqsad qildingizmi? Unga suvga chanqagandek, havoga intilgandek harakat qilishingiz kerak. Daftarlarni to'ldirib maqsadlarni yozganingiz bilan harakat qilmasangiz, u maqsadlar maqsadligicha qolib ketadi. Xohish va harakat birinchi o'rinda bo'lishi kerak.